Ularning birida iblis nay yasaydi. U yosh yigitning qiyofasiga kirib olib, temirchiga shogird tushadi. O'sha yerda temirchilik sir asrorlarini o'rganib olib, nay yasaydi. Odamlarning oldiga borib, ushbu nayni chalishni boshlaydi. O'sha paytdagi odamlar uchun bu ovoz o'zgacha, ajoyib bir tovushdek tuyuldi. Sababi hali bunday tovush eshitishmagandi. Odamlar qiziqib shaytonning atrofiga to'plana boshladilar. Keyin shayton turli temirlarni olib, ularni bir-biriga urish orqali har xil ovozlarni chiqarishni boshladi. Odamlarning hissiyotlariga bu tovushlar o'zgacha ta'sir qila boshladi va ular musiqa ritmiga mos to'lqinlana boshlashdi. Asta-sekinlik bilan Alloh subhanahu va taoloning zikridan chalib, uni unutishni boshlashdi. Shayton musiqa yordamida odamlarning hissiyotlarini, tana harakatlarini boshqaradi. U nay kabi musiqiy asboblarni chalish yordamida tog' etaklarida yashovchi Shis alayhissalom qavmlarini hamda tekislikda istiqomat qiluvchi Qobilning qavmini o'ziga jalb qilib bir joyga to'playdi. Shis qavmi yigitlari ko'rkam bo'lganlari bois, Qobil qavmi qizlari ularni ko'rishlari bilan yoqtirib, o'zlaridagi go'zallikni ko'z-ko'z qila boshlaydilar. Shayton qandaydir bayramni bahona qilib, ularni bir joyga to'playdi. Erkak va ayollar bir joyda jam bo'lib, o'zaro suhbatlasha boshlaydilar. Musiqa ta'sirida hamda shunday aralashishlik natijasida ularda erkak va ayol o'zaro aloqa qilishiga sabab bo'ladigan ma'lum biologik reaksiya boshlanadi. Shayton o'z rolini bajardi.